Assalomu alaykum azizlar. Samarqand shahri Panjob mahallasigamiz va bu yerga yana bir navbatdagi tugatilgan obyektni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Do'stlar, bu yerga inshaalloh Xudo xolasa ko'rib turganingizdek, mana shunaqa bir noodatiy tarzda yangilik qilganmiz. Ya'ni klinker plitkalar va oq fuga, oq zatirka bilan kombinatsiya qilgan holda terilganmiz va shu haqida sizlarga ma'lumot beraman. Xo'p, do'stlar, klinker plitkalar va zatirkalarimizni narxlari bilan birinchi aytaman, faqat sizlardan bitta like bilan podpiskani ayamaysizlar degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, bu yerga mana shunaqa qora va qizil va qora otsenkali plitkalar berganmiz fasad qismlariga. Shofiga esa mana shunaqa oq fuga zatirka berganmiz. Bu plitkalarimizni hozirgi kundagi 1 kvadrat metri 110 ming so'm turadi. Fugamizning bir qopi 150 ming so'm turadi. Ya'ni bir qopi sizga 6-7 kvadrat joyingizga yetadi. Buni plitkani qalin kichigiga qarab nimasi rasxodi shunga qarab bilinadi. Plitkalarimiz narxini aytdim, qorga, yomg'irga, issiqqa, sovuqqa juda ham chidamli hisoblanadi. Bu haqiqiy keramika. Ya'ni o'z sifatini yillar davomida o'zgartirmaydi. Zavod tomonidan 50 yildan ziyod kafolat beryapti bu plitkalarimizga. Xo'p, ko'rib turganingizdek, uyning egalari tomonidan mana shunaqa nima tanlandi? Qizil va qora plitka tanlandi. Bizni bolalar chiroyli qilib, mana shuni bir hafta ichiga polni fasadlarni chiroyli qilib terib berdilar. Xo'p do'stlar, mana shunaqa plitka va xizmatlar agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga option hammasi o'zimizdan ham qilib berishimiz mumkin. Ya'ni uyning egasini hech nimaga ovora qilmasdan hamma plitka, kafelni kley, fuga zatirkalarni o'zimiz bilan olib borib, sizga mana shunaqa patkulish topshiradigan xizmatlarimiz ham bor va bu xizmatimizning 1 kvadrat metri sizga atigi 300 ming so'mga tushadi. Siz hech nima rasxod qilmaysiz, hamma narsa o'zimizdan. Boshqa viloyat, bu Samarqand viloyatiga bu taalluqli. Agar siz boshqa viloyatlardan bo'lsangiz agar, u yerga faqat mana shu yuklarimizni olib borish dastavkalari ozgina qo'shiladi. Sizlardan bolalarga yotishga joy qilib beradigan bo'lsangiz agar, bolalar borib sizni obyektingizda ham mana shunaqa chiroyli klinker plitkalardan terib sizga topshirib keladi. Xo'p, bu plitkalarimizni terish uchun uyingizga devoliz tekis holatda shkaturkali bo'lishi kerak. Shkaturkali devolizga kafelni kley bilan bu plitkalar birinchi teriladi. Terilgandan keyin orasi keyin zatirkasi keyin qilinadi. Keyin ko'pchilikga bizlarga savol tushadiki, aka bu plitkalar yillar davomida tushib ketish bo'lmaydimi, ehtimoli yo'q bor deydi. Sizga hozir buni tushmasligini sababini tushuntiraman. Do'stlar, bu tushib ketish ehtimoli bor. Nega? Mana bu agar zatirka bo'lmagan bo'lsa, orasidagi zatirka bo'lmagan bo'lsa, orqa tomonida quyosh nimaga yomg'irga suv kirib, ertaga qish paytiga muzlab plitkalarni itarib pastga tushirish ehtimoli bor. Shuning uchun bizlar postoyanno shu klientlarga maslahat beramizki, qilgandan keyin mana shu polni zatirkani qilish kerak atrofiga. Zatirka nima uchun zatirka qilamiz? Nimagaki mana bu qish paytiga qor yomg'ir plitkani orqasiga suv o'tkazmaydi. Ya'ni suv o'tkazmaydi, polni plitka hamma joyi mahkam bo'lgandan keyin kley ushlaydi, ham mana bu orasidagi zatirka fuga ushlaydi. Buni nafaqat o'zi tushib ketish, balki qo'l bilan uzishni ham imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha bizlar mana shu klientlarimizga buni qora rangi ham bor, zatirkasi, boshqa ranglari ham bor. Klientning xohishiga qarab luboy rangidan qilib berishimiz mumkin zatirkasini. Shuning uchun mana shu plitkalar zatirka bo'lgandan keyin umuman sizga tushmasdan yillar davomida sizga chiroyli fasadingizga chiroyli ko'rinadi. Xo'p, azizlar, kimga mana shu xizmatlar va plitkalarimiz kerak bo'lsa, pastga nomer qo'yamiz, pastdagi nomer orqali bizga aloqaga chiqsangiz, sizlarga ham chiroyli qilib mana shu fasadlaringizni qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bilan podpiskani bosib qo'yasizlar va bizning xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomer orqali bizga aloqaga chiqaverasizlar.